Bank kartangizga ulangan raqamni almashtirishni ko'rsataman. Agar bank kartangizda shunday belgi bo'lsa, siz buni qila olasiz. Bankomatda ham shu belgi bo'lishi zarur. Shunday amaliyotga ega bankomatga bank kartamizni kiritamiz. O'zimizga qulay bo'lgan tilni tanlaymiz va plastik karta parolini kiritamiz. Xizmat operatsiyalari bo'limiga kiramiz va SMS xabarnoma tugmasini bosamiz. O'chirish buyrug'ini berganingizda SMS xabarnoma o'chiriladi. Bank kartamizda SMS xabarnoma xizmati butunlay o'chirildi. Endi yana shu tartibda o'zimiz xohlagan raqamga ulab olishimiz mumkin. Bank kartamizni bankomatga kiritib, SMS xabarnoma xizmatini yangi raqamimizga ulab olamiz. Eslatib o'taman, bu amaliyotni faqat Uzcard tizimiga tegishli kartalarda qilish mumkin. Agar bank kartangiz yangi va hech qanday raqam ulanmagan bo'lsa, birinchi qadamda ko'rsatilgan raqamni o'chirish amaliyotini qilishingiz shart emas. Agar video foydali bo'lgan bo'lsa, kanalimizga obuna bo'ling. Yanada ko'proq ma'lumotlar berishga harakat qilamiz.